1965-yil jahon xaritasida yangi davlat Singapur paydo bo'ldi. Bu davlat juda qashshoq, kichik bo'lib, oltin, neft, gaz, umuman shu kabi tabiiy boyliklari yo'q edi. Aholi turli millat va tillarga bo'lingan, iqtisod o'lgan, ishsizlik avjida. Ko'pchilik bu davlat mustaqil bo'lganidan so'ng 3 yil ham yashamaydi degan xulosaga kelgandi. Ammo Singapurning o'sha paytdagi hukumat rahbari Lee Kuan Yew bu fikrni amalda inkor qildi. U kitobida shunday yozadi: "Bizning eng katta boyligimiz odamlarimizning ongi va mehnati." Shu ishonch bilan u Singapurni 30 yil ichida 3-dunyodan 1-dunyoga aylantirdi. Ushbu kitob quruq, oldi qochdi siyosatga bag'ishlanmagan. Unda halol rahbarlik, mas'uliyat va vijdon bilan ko'p narsa qilish mumkinligi haqida gap boradi. Asarda Lee Kuan Yew o'z hayoti orqali mamlakatni qanday isloh qilganini, qanday qarorlar unga qimmatga tushganini, lekin natija berganini yozib qoldiradi. Lee Kuan Yew korrupsiyani davlatning eng xavfli dushmani sifatida ko'rdi. U agar rahbar pora olsa, butun tizim chiriydi deb hisoblagan. Halollik siyosiy barqarorlikning yagona kafolati ekanini aytib o'tadi. Shu maqsadda u korrupsiyaga qarshi mustaqil byuro, hatto bosh vazirning o'zi haqida ham tekshiruv o'tkazish huquqiga ega bo'lgan tashkilot faoliyatini yo'lga qo'ydi. Lee Kuan Yew davlat xizmatchilarining maoshini xususiy sektor darajasiga yetkazdi, ammo har qanday noqonuniy daromad uchun og'ir jazo belgilandi. Mansabdor pora talab qilmaslikka, boshqalar esa uni bermaslikka o'rgandi, odatlandi. Singapurda bugun korrupsiya deyarli yo'q darajada. U ta'lim tizimini tubdan isloh qildi. Nazariy bilimdan amaliy malakaga o'tish siyosati boshlandi. Lee Kuan Yew bizga amaliy fikrlaydigan insonlar kerak edi deb yozadi. Shu bois har bir bitiruvchi iqtisod uchun foyda keltirdi. Bundan tashqari ta'limdagi adolat prinsipiga ham katta e'tibor berdi. Hech bir bola kambag'allik yoki millati sababli ta'limdan chetda qolmasligi kerak edi. Har bir bola o'z iqtidoriga ko'ra imkoniyat oldi. Kattakonning farzandi, qarindoshi degan gaplar jamiyatda imtiyoz bermadi. Lee Kuan Yew uchun o'qituvchilik faqat kasb emas, millatning ustuni edi. O'qituvchiga munosib maosh berilmasa, yurt kelajagi xavf ostida qolishi mumkinligini aytib o'tdi. Jamiyatda o'qituvchining darajasi oshdi. Kitobda intizom iqtisodiy muvaffaqiyatning asosiy ekanligi haqida gap boradi. Lee Kuan Yew jamiyatdagi tartib erkinlikning dushmani emas, balki uning kafolati. Agar odamlar qonunga itoat qilmasa, demokratik qadriyatlar ham yetarli samara bermaydi deb hisoblaydi. Qat'iy jamoat tartibi o'rnatildi. Ko'chaga chiqindilarni tashlash, jamoat joylarida odobsiz harakatlar uchun qattiq jarimalar joriy etildi. Xizmatchilardan tortib vazirlargacha barcha fuqarolar uchun bir xil qonun ishlardi. Kechkish, va'dabozlik, loqaydlik kabi holatlar davlat idoralarida yo'q darajada edi. Uning fikricha tartib nafaqat jamoat joylarida, balki fikrlash tarzida ham bo'lishi kerak. Shuning uchun maktablardan boshlab bolalarga vaqtini tejash, mas'uliyat va jamoat mulkiga ehtirom kabi qoidalar o'rgatilgan. Bu g'oya nafaqat siyosiy yoki iqtisodiy, balki ma'naviy islohot ham edi. 3-dunyodan 1-dunyoga kitobi rahbarlar, siyosatchilar va islohotchilar uchun juda kerakli asar. Bu kitobdan faqat tarix emas, rahbarlik madaniyatini o'rganish mumkin. Uning har bir sahifasida bir millatning irodasi, bir insonning vijdoni aks etgan. Lee Kuan Yew bizga bir haqiqatni o'rgatdi. Agar odam o'z mamlakati, xalqini sevsa, uning taqdiriga befarq bo'lmasa, u hatto quyoshsiz orolni ham yorug' dunyoga aylantira oladi.